Global axborot qoplamasi tasavvur qiling, yer yuzining har burchagi uzluksiz sun'iy signal bilan qamrab olingan. Bu tizim butun insoniyatni yagona axborot tarmog'iga ulamoqda. Minglab sun'iy yo'ldoshlar orbitada aylanib, signal va internetni bir nuqtadan boshqasiga uzluksiz yetkazadi. Bu texnologiya eng olis qishloqlarga ham axborot oqimini yetkazib, dunyo bilan bog'lanish imkonini beradi. Tabiiy ofatlar vaqtida signal tarmoqlari odamlarga yordam yetkazishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lmoqda. Sun'iy yo'ldoshlar bilan birgalikda yer usti minoralari axborot oqimini yanada tezlashtiradi. Dengiz kemalari ham endi qirg'oqdan minglab kilometr uzoqlikda bo'lsa ham internetga ulana oladi. Kelajakda bunday signal tarmoqlari Oy va boshqa sayyoralarga ham uzatilishi rejalashtirilmoqda. Butun global signal tarmog'ining xavfsizligi millionlab odamlarning hayoti va ma'lumotlariga bevosita ta'sir qiladi. Yer yuzini qamrab olgan sun'iy signal tarmog'i insoniyat tarixidagi eng katta axborot inqilobiga aylandi. Mustahkamlash uchun ushbu savollarga javobingizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.